Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Mana Toshkent shahar Yunusobod tumanidan Behruzjon keluvdilar oldimga. Bularga 15 kun avval soch ko'chirib o'tkazdi u. Eski holatlari, mana hozir 15 kunlik holatlari mana chiroyli chiqibdi. Behruz, nima deysiz chiqqan sochlarga? Yaxshi chiqdimi? Buni boshqalarga ham tavsiya beraman. To'g'risi men o'zim ishonmagandim bunaqa bo'lishiga. Bu narsani men o'zimda sinab ko'rdim. Haqiqatdan meni foydasi bo'ldi. Mana 15 kunda xudo xolasa mana yaxshi chiqqan. Endi xudo xolasa bundan buyog'iga yana bundan ham sekin-sekin qalinlashib, hozir yaxshi tomonga o'zgarib boryapti. Sizlarga tavsiya qilaman. Operatsiya jarayonlarida og'riqlar bo'lmadi? Operatsiya jarayonlari hammasi yaxshi o'tgan, hech qanaqa og'riqlarsiz. Hammasi zo'r ko'ngildagidek o'tadi. Anaqa hech qanaqa qo'rqadigan, anaqa tortinadigan, qiladigan joyi yo'q. Xudo xolasa Behruz, bu sochlar 20 kun, 25 kungacha o'sib boradi. Birinchi etapi bu hammasi sinib to'kilib ketadi. Ikkinchi etapi 3-oydan boshlab yangi tolalar chiqishni boshlaydi. U sekin-sekin qalinlashib, kimdadir 8 oyda to'lov yopiladi, kimdadir 1 yilda to'lov yopiladi. Xudo xolasa o'ngga, chapga bemalol taralagan holatiga keladi. Rahmat bizani tanlaganingiz uchun, Behruz.